Lübo ölüp ketgandan keyin uning e'tiborli 3 engushtiri ne ketdi. 3 parçalık haqida qissa nomli asarda Jon birinchi Batur Lüboni bilmaydiganlar yo'q. Uning qo'lida butun jon ahlining ko'zi tushirgan 3 tal katta engushtar bor. Endi Lübo ölüp ketgandan keyin bu engushtlarlar kimlarga mansub bo'lib ketdi. Menimcha ba'zilarning qalbisiga gap bo'ldi-ku deyman. Nocha olsanglar qaysi engushtar kimningki mazmunning oxirini anglamay turib yo'lni qilib men bir qaray. Endi bu yerda Lüboni savsa o'ltirgandan keyin buning qo'lidagi 3 ishli engushtar ne ketdi degan vaqtning o'zida birinchi engushtar nima? Chas Yolman. Ya'ni Lübonining qo'lidagi Chas Yolmani ajoyib qaltis bir jan quroli. Endi bu yerda Chas Yolman mamlakatimizning qadimdan tortib, yana bu Sharq Xansulosidan burunli bor. Lekin anchalik olg'ish qilib ishlatilgan. Nimishqa? Chunki buning shakli g'alita. Ya bir kaltaklamasi, ya bir neyzemesi, ya berdar şemşerdi. Aha qurollar çapımız, motiqimiz eplik. Maniki yine yer bir aypaltistek bir nersi var. Şunun bilan bunu işletmek bu sel qolaysizga bularga nisbatan. Şunun bilan bu Chas Yolmanni ishlatadiganlar barbara ozlab ketgan. Uning ustiga bu yerda Chas Yolman ig'ir suqildigachu. Shuning uchun buni ishlatishni afsus ko'rib, nurg'un song'ullar buni ishlatmagan. Endi bu yerda Lübo tug'ma bir harbiy talanti va kuchtungur, badan quti va o mard intan kuchun bo'lgan keyin mushjan qurolni ishlatgan. Shuning bilan bu yerda Chas Yolman bilan Lüboning nomi tang chiqib ketgan. Chas Yolmanning Lübo jang yana bir qatim turutib Wang Hong jang quroli qilgan. Endi bu yerda Lüboni savsav o'ltirgandan keyin bu yerdagi Chas Yolmanni savsav o'ziniki bir oliy song'ini bo'lgan. Jungshin deb birisi borki shuningga bergan. Keyin bu yerdagi Jungshin bilan bu Jovzulung o'ttirishli bir jangda Jovzulung buni o'ldirib bu Chas Yolmanni qo'lga tushirdi. Savsavning iliq ko'k shamchirini qo'lga tushirdi-ku. Lüboning Chas Yolmanni Jovyun qo'lga tushirdi. Biroq bu yerda Jovyun bu Chas Yolmanga bu mümkünamıganmı qandaq yoki üzemni haq Lüboga bak o'xshib ketmasin deganmi qandaq? Bu Chas Yolmanni o'lji olgan yo'l, lekin jangda ishlatib baxmagan. Yenila o'zining uzunluqli neysini ishlatib kelgan. Ikkinchi katta engushtar Chilanturuq kuniga 1000 chaqirim chapalaydi. Tog' davalladimi tuz yo'lda chapqandek chapadi. Buni Dungjo Shilangda kelgan ajoyib katta ot bu. Hozirning o'zidimi bu yerga qontar tulpar degandek Qaltis Turuq nasli ajoyib qimmat qo'mayli g'uljilik bir do'stimiz va ismini unutib qoldim. To'xtamay bek payza otini chiqirdi, mashvallah havas qilmay bir kuni men mashinada otlasam deb. Endi bu yerga Chilanturuqni bu yerga savsa o'ljagandan keyin savpi talchi nasli savpiga bermoqchi. Lekin bu yerga keyin bu Guayu'ni ko'rdi, qayta sohib jamalni berdi, boylik berdi, unvon berdi, mansab berdi, el qilinmay oxiri mash Chilanturuqni Guayu'ni ko'rib atdi. Shular Guayu hech nima qo'shilmagan odam buni olgandiki Qaltis qo'shib ketdi. Endi bu yerda qo'shib ketgandan keyin bu yerda Guayu keyin 5 o'tkaldi 6 song'unning kalsini og'zini qechirib ketdi. Eng oxirida Jingjuni tatqizib qo'shganda bu Lümon bu otni akitdi. Akatgandan keyin bu ot igisiga yana noit xuddi Guayudagi sadoqatmanlik ko'rsatib, Jangdongga ketgandan bu ot hech nima yemay bir oydan keyin o'lib ketdi bu yerda. Ya'ni Guayudan keyin hech kimning minishiga nisb bo'lmagan. Endi uchinchi isli narsa nima? Jon birinchi go'zal sohib Jamal Diyochen. Diyochen sohib Jamal'ni biz bilamiz. Savsav bu yerda Diyochen bir ko'ribla, oy bu har vaqt portlaydigan bir bombika. Akish ko'rib qolsa bombadek devatgan. Wang Yunning bu yerda Diyochenni qiltaq qilib Dungjolar Lüboni urush hisobiga haqqa oshinchilik sehri kuch baka deb qo'yilib ketgan. Keyin bir qism materiallar qarsak bu yerda Diyochenni Chilanturuq qetib mushayatki Diyochenga sovuq qilayotgan. Yeni bir qarashda bu yerda Diyochenni bu yerda savsav Diyochenning oilalari bilan birlikda shu changga olib ketgan. Lekin bu yerda Guayu Chilanturuqni olib Diyochenni olmagan, sohib Jamal ilisiga elolmagan deydi. Keyin bu Diyochen izdereksiz yo'qolgan deydi. Savsav buni orqasiga urlashtirgandan keyin bu Diyochenmi Lüboni qattiq seg'inib bir narsa yemay uftatib kasal bo'lib oxiri o'lib ketgan deydi. Endi bu yerdagi shu uchun o'ltirayotgan bu ishi undaq yo'q. Endi bumi bir qism tahlillarning ichidagi bir tahlil endi. Lekin buning orasidan Diyochenning haqiqiy sababi qanday bo'lgan, ba'zilar hatto Guayu bilan bir mazgil xotin bo'lgan degan gapmi bor. Lekin endi buning qaysi haqiqiy eng to'g'ridir deganni men tozbak aniq ayirib qoldim. Endi buning qaysi bekarak to'g'ridir deganda shu Guayu'ninki Chilanturuqni olib Diyochenni olmaganligi, keyin bu yerda Diyochenning savsovning qo'lida kasal tortib o'lib ketdi degan mush tahlil eng to'g'ri deb qarayman.
Do'st mazmun qiziqgan do'stlarni guvohnlik qilinglar, pesh bo'yicha davomli paranglashimiz. Rahmat.